Assalomu alaykum. Navbatdagi Farg'ona viloyatidagi Premium Medical klinikasida amaliyotimiz uchun keldik. Xudo xolasa hozir boshlaymiz. Amaliyotdan oldingi ko'ramiz. Ikkita kaft bilan sig'mayapti bu oyoq. Semizlikka og'ir darajalari xolajonimiz, ya'ni bu fil oyoq deyiladi buni. Tabiiy yo'llar bilan davolashga imkoniyat bo'lmagani uchun 3-darajali og'ir semizlik darajalari bor. Shuning uchun oshqozon kichratish amaliyoti reja qilindi. Amaliyotdan keyingi natijalarda xudo xolasa ko'rib boramiz. Bemorimizga salomat etilgan holatda jamoaviy kurashib sog'lom hayot kechirishlarga yordam beramiz. Marg'ilon shahri kombinatdan 150 kiloman. Endi yoshim katta bo'lgan sari qiyinchilik bo'ldi. Oyoqlarim og'riyapti. O't jigarlarda muammolar boshlanyapti. O'shaning uchun Ismoiljon Nazarovni amaliyotlariga o'zimni topshirdim. Iloyim qo'llari yengil bo'lsin, eson-omon chiqib olay. Shu qarorni qildim. Necha kilo bo'lasiz endi? 90-100 bo'lsa bo'ladi. Sog'lik uchun, chiroy uchun bas, faqat sog'lik, organizmim yaxshi ishlab, xudo xolasa bor rohatini uzoq umr ko'rsam shu menga. Hurmatli kuzatuvchilar, Farg'ona viloyati Premium Medical klinikasida semizlik kasalligini og'ir darajalarida kurashayotgan bemorimizni hozir oshqozon kichraytirish amaliyotini boshladik. Xudo xolasa hamma duo qilib tursin. Amaliyotimiz umumiy narkoz ostida bo'ladi. Uxlaysiz, hech narsani sezmaysiz. Uxlaganingizdan keyin kichkina teshik orqali oshqozoningizni charmdan ajratiladi va turba holatiga, nay holatigacha qisqartirib oshqozon olib tashlanadi. Amaliyotdan keyingi hayotimiz asosiy hayot. Ya'ni yeb ichishimizni nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni kichkina dozada oz-ozdan ho'plab organizmga kerakli bo'lgan sifatli suvlarni ichib hayot kechirishni boshlaymiz. Kerakli dori-darmonlar bilan va kerakli mutaxassislar nazorati bilan birgalikda. Kelishdimi? Xo'p. Alloh oson qilsin. Bismillahirrohmanirrohim boshlaymiz. Kelishdimi? Alloh oson qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ishlatiladigan instrumentlarimiz oshqozon operatsiyasida. Ismoil aka tanishtirib berasizmi? Vazni katta bemorlarga va qolaversa o'zimizni hayotimizda kundalik ishlatiladigan rasxodniklarimiz sifatli va qimmat bo'lgan rasxodniklar ishlatamiz. Chunki shu jihozlarning sifatiga ham bog'liq bo'ladi. Amaliyotdan keyingi holatlar, hayotdagi o'zgarishlar, asoratli bo'lish bo'lmasliklari sababchilardan bittasi shu rasxodniklar bo'lishi mumkin. Bu kassetalarimiz bitta bemorga o'rtacha 6 ta, ba'zida 7 ta ketib qolishi mumkin. Vazni katta bo'lgan bemorlarda kassetalar soni ko'p ketib qoladi. Bu kassetalar ishlatilgandan keyin hammasi muzorga ketadi. Shuning uchun buni qimmatbaho va buni chetdan sotib olinadi. O'ziga yarasha rasxod bo'lgani uchun amaliyotlarimiz narxi nisbatan qimmat. Ishlatayotgan instrumentlaringiz sifatini 1 dan 10 gacha necha baho qo'yasiz? 7-8 qo'yaman. O'zim undan ham qimmatlari bo'ladi. Unda 10 ball qo'ysa bo'ladi. O'rtacha 8 balli rasxodniklar ishlatamiz va ayrim holatlarda bemorlar rozi bo'ladigan bo'lsa narxiga unda 10 balli sifatli rasxodniklar ishlatiladi. Operatsiya tugagandan keyin palatada bo'lasiz. Aytganini qilasiz, hammasi yaxshi. Oldi turibga o'rab o'tishingiz kerak. Barcha kuzatuvchilar, hozirda bariatriya operatsiyalarimiz davom etmoqda. Bu bariatriya operatsiyalariga ketadigan instrumentlar.
Piyodalik. Siz olimisiz xizmatda ezillikda. Oshqozon operatsiyasi amalga oshiryapti. Albatta oldingi chiroyli qomat bo'lishi uchun sog'lig'ida jiddiygina muammolar bor. Shu sababli operatsiya amalga oshiryapti. Bir 152 kilo vazndagi og'ir darajadagi semizlikdagi ayolimizni amaliyotlarini yakunladik. Allohga shukr, ko'ngildagidek o'z vaqtida o'z tartibi bo'yicha amalga oshirildi. Xudo xohlasa bundan buyog'i nazoratda bo'lib, sog'liqlarini nazorat qilgan holatda sog'lom hayot kechirishlariga yordam beriladi.